Do'stlar, mana Gen 2 ni ham ochib oldik. Atrofi juda go'zal. Menga yoqdi shaxsan menga. Mana boshimga ham turishimni qismayapti. Ko'zga ham bunday chiroyli, bilintirmayapti, unaqa darajada zo'r. Olishingni maslahat beraman. Mana oldingi Gen 1 bu endi 4 burchak atrofi edi. Bunisi tumalaqlar ekan. Holati zo'r, maslahat beraman, olinglar, bosinglar. Qiziq. Bu 2 kda olsa, bu 3 kda olar ekan. Zaryadi bu 4 soat ketsa, bu 8 soat ketar ekan. Farqini ham hozir syomka qilib ko'rsatib beramiz. Do'stlar, mana hozir Gen 2 da o'sha Ray-Ban Gen 2 da videoga olyapman. Ko'rishingiz mumkin holati, kачествоsi. O'zingizga baho berib qo'yasizlar. Hozir birinchi bir Gen'da ko'rsataman. Do'stlar, mana uji Gen 1 bu holati, mana kачествосini o'zingizga solishtirib olasizlar. Mana Gen 2. Bu Gen 1 da hozir syomka qilyapman. O'zingizga baholab ketasizlar. Qaysi zo'r, qaysi qanaqa.